Navoiyda 14 nafar bog'cha bolalarini Matiz mashinasiga o'tkazib harakatlangan fuqaro dahshatli avtohalokat sodir etdi. Eng e'tiborlisi 1992-yilda tug'ilgan haydovchining mashina boshqarish bo'yicha hech qanday tegishli hujjatlari bo'lmagan. Navoiy viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra 2026-yil 5-may kuni soat 09:05 larda Navoiy viloyati Nurota tumanida 1992-yilda tug'ilgan fuqaro tegishli hujjatlarsiz Matiz rusumli avtomobilni boshqarayotib, tajribasizligi va chalg'ishi oqibatida rul boshqaruvni yo'qotgan va yo'lning chap tomoniga chiqib ketib, ag'darilgan. Ming afsuski, ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay Matiz haydovchisi shifoxonada vafot etgan. 14 nafar jarohat olgan bog'cha bolalari esa tibbiyot muassasasiga joylashtirilgan. Surishtiruvlar davomida fuqaro oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari sifatida faoliyat olib borgani ma'lum bo'ldi. 14 nafar bolaning Matiz avtomashinasida qoidalarga zid ravishda tashilishiga ularning ota-onalari ham e'tiborsiz bo'lganini ko'rish mumkin. Sodir etilgan mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, mazkur yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari, oqibatlari va natijasi yuzasidan aholi orasida keng ko'lamda kuchaytirilgan targ'ibot hamda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarimizdan transport vositalaridan foydalanayotganda belgilangan tezlik talablariga hamda yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz. Hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan bolalaringizni imkon qadar maktabga, bog'chaga o'zingiz olib boring. Hech qachon tegishli hujjatlari bo'lmagan haydovchilarga farzandlaringizni ishonib topshirmang. Aks holda so'nggi pushaymon o'zingizga dushman bo'lishi mumkin.